Onamga o'xshagan nurli yuzligim, to'yib erkalatgan shirin so'zligim, osmonda yulduzim, ohu ko'zligim, mehrla siylagan gulim jonajon, joningiz omon bo'lsin jonim xolajon. To'ylarimizda davrani to'ldirib o'ynang, qo'lingizdan bir umr Qur'onni qo'ymang, mening so'zlarimni hazilga yo'ymang, onamdek bo'lasiz doim har qachon, joningiz omon bo'lsin jonim xolajon. Onamni yonida turing har mahal, men uchun siz tillodan afzal, birga uyushtiring hajlarga safar, onamga o'xshagan shirin so'zligim, joningiz omon bo'lsin jonim xolajon. Xolajonim, shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin deya Elgizaxon opajonimizni jondan aziz bo'lgan jiyanlari Solihaxon, Aynuraxon, Iymonaxon, Meronshoh, qolaversa singiljonlari Yulduz opajonimiz nomidan kelgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazmoqdamiz. Alhamdulillah. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajonim sog' omonmisiz? Xayrli oqshom. Ayni soniyalarda sizni Telegram messenjerlari orqali faoliyatini olib borayotgan loyiha Shukrona tabrik loyihasi ijodkorlari siz bilan g'oyibona suhbatda bo'lib turgan shu loyiha suxandoni Gulchehra Baxtiyorovna bo'laman opajon. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin ilohim. Ayni soniyalarda, ayni fursatlarda sizni bezovta qilib qo'ymadikmi opajon? Yo'q, bermadim. Umringiz ziyoda bo'lsin ilohim. Bugungidek tavallud ayyomlarini, shukronalik kunlarini bahor faslida qarshi olgan eng aziz insonimiz Elgiza opa bilan bog'landikmi? Ha, shunaqa o'zimni. Opajonim, bugungidek 38 bahoringiz muborak bo'lsin. Ayni soniyalarda sizni bezovta qilib turar ekanmiz. Juda ham yaxshi ko'rgan, qadrli va mehrli insoningiz nomidan tabriklar kelib tushgan. Ularni kechib bo'lsa-da tabriklab qo'yasiz. Sababi kun bo'yi o'zim bilan o'zim ovora bo'libman-u, birozgina yodimdan ko'tarilibdi. Juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Mening sirdoshim, doimo qadrligim, bu hayotda eng aziz insonim deya siz uchun ta'riflarni keltirib o'tgan qadrli insoningiz bizga murojaat qilgan ekanlar. Rahmat. Aynan ular kimlar bo'lishligi mumkin? Ularni bilmadim, umuman kutmagan edim, o'z kechirganga shu opa-singillarim bo'lishi mumkin. Albatta, sizni jon jigarlaringiz, opa-singillaringizdan birlari